Nimadan boshladingiz? Mana nima uchun aynan Uzum platformasini birinchi bo'lib tanladingiz? Qarasak, marketplace'larda savdo juda ham rivojlanib ketyapti. Ayniqsa Uzum market o'sha paytda endi trendga chiqqan edi. Hamma Uzum marketdan oladi, dostavka bepul, bir kunda yetkazib berish. Mana offline savdoda faqat Toshkentda bitta magazinda savdo qilsangiz, u lokatsiya bilan cheklangan. Sizni atrofingizdagi odamlar kelib oladi. Lekin Uzum marketda siz mahsulotingizni qo'yasiz, butun O'zbekiston bo'ylab sizni o'rningizga Uzum market yetkazib beradi va bir kunda va tekin. Mana shu sababdan Uzum marketga kirishga qaror qildim va Uzum marketda savdoni Allohga tavakkal qilib boshladim. Hozirgi paytda juda ham xursandman va mamnunman. Yaxshi ham o'sha paytda eng vaqtida kirib olgan ekanman. Chunki qanchalik kechiktirganingiz sari yana ham qiyinlashib boraveradi. Qancha vaqtli kirsangiz shuncha yaxshi.